Srochniga tayyor Yevroremont uch xonali uyimizda sotuvga chiqqan. Yevroremont egalari o'zligi uchun qilishgan. Hamma xonlarimizni alohida umumiy maydonimiz ham 78 kvadrat metr. Tayyor shundoq kirib yashaysizlar. Narxini esa Srochni egalari 86.900 deb aytishyapti. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamiz, stroyni shkaflarimizni qilingan. Uyimizni faqat bardaki ahamiyat bermaysizlar. Egalar bugun ko'chib ketishdi. O'shaning uchun sirasi videoga ovoryapmiz. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Zalimizning razmeri 315 ga 520, stol stullarimizni, gaz, hamma narsalarimiz bor. Televizorlarimiz qo'yilgan. Bu yerda esa detskiy xonamiz. Razmerimiz 310 ga 310, bu yoqqa ham detskiy полностью komplektlarimiz qo'yilgan. Yonida esa spalniy xonamiz, rodительskiy razmerimiz 3 metrga 4 metr. Buni ham полностью spalniy garniturlarimiz qo'yilgan. Sanuzellarimiz razdenli, kladovkamizning o'rniga hammomimizni tushirib, oshxonamizni esa egalari kattalashtirib yuborishgan. O'shaning hisobiga oshxonamiz keng. Qarasanglarchi, bu yerda mazza qilib bemalol o'tirsanglar, dam olib o'tirsanglar ham bo'ladi. Oshxonamizni esa egalari balkonga chiqarishgan. Razmerimiz balkoni 2 ga 6. Hamma eshiklarimiz Rasulov eshiklaridan qilingan kачественный remont. Yunusobod 17-kvartalda joylashgan 3 xonali 3-etaj, 5 etajli dom. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat.